Xo'p, assalomu alaykum. Xo'p, damozni tasavvur qilinglar. Yurkingiz holatda maydafon o'chib qoldi, yo bo'lmasa mashina o'chib qoldi. Buni nima qilish bilmasa qotib turmasdan birinchi pirdaxnitini tekshirish kerak. Bu pirdaxnitlar qopqog'ini ochib olinadi birinchi. Bu yerda ingliz tilida yozadi hammasini. Endi hammasi o'zbek tilida bitta-bitta tushiraman. Xo'p. Birinchi navbatda o'ng tarafdan sanaymiz. Xo'p. Mana bunisi stiklopodъемники, oyna ko'taradiganligi. Hop, Koreys damozlarda chiqqan xolos, o'zimizda yo'q. Bu bo'sh turadi ko'pincha. Hop, ikkinchisi bunisi magnitofon bilan prokuratorlikka, uni sigaretalashtiradiganligi. Shu ikkalasi ishlamay qolsa ko'pincha shundan chiqadi. Yarim zamon holatda ishlaydi. Hop, uchinchisi Поворот bilan задний ходga. Ikkalasi yonmay qolsa pirdaxnitdan chiqadi. Bunga e'tibor berasizlar. Keyingisi hop, keyingisi mana qapoq ochib yozib qo'ygan. Hop, 1, 2, 3, 4 bo'lsa, ha, to'rtinchisi stikli chistitel, oyna artadiganligi. Keyin suv sepadiganligi. Undan keyin orqa oynaga spiraliniki, terlaganni quritadigan knopkaniki. Oltinchisi bu pechka. Ya'ni mana bunisi, bunisi. Oldi va orqa pechkasi. Hop. Bu eng asosiy pirdaxnitdan. O'chib qolsa, mana qangi tablo, mana akkumulyator chiroqlar yonmay qolishi mumkin bor. Bobina tablo yonmay qoladi. Dinamo akkumulyator chirog'i yonmay qoladi. Bobina tok chaqmay qoladi. Hop, ketgan joylari bitta-bitta aytaman. Hop, tabloga bir uchi, ikkinchisi bobinaga, keyin tramlyorga, keyin dinamga, dinamdan keyin karburetorga aloqador klaplar bo'ladi, ularga ketadi. Benzin asosi relasiga ketadi. Mana shu eng asosiy mashina yurg'izib beruvchi pirdaxnitlar. Hop, chap tarafdan. Bu chap tarafdan hammasi svetlarga aloqador joy. Hop, birinchisi tumanlik. Tumanlik. Keyingisi gabarit, o'ng va chap gabarit, shu ikkitasi. Uchinchisi avarinka bilan signallik. Keyingisi beshinchisi bu tormozniki, magnitofon постоянный pilusi, plafonniki. Undan keyin tormozniki. Mana shu to'rtta, uchta narsalarniki. Hop. Tabloda mana qangi tormoz bosgan mana lampochka yonib qolsa, mana shu xuddi mana shu pirdaxnitdan chiqadi. Pirdaxnit mana qangi ichi uzilib qoladi. Pirdaxnitni olib turib, bunisi qo'yilsa, mana qangi lampochka yonib qolishi yo'qoladi. Hop, bunisi o'ng taraf far, o'ng taraf chap taraf faraniki. Pilusi. Hop, fara bir taraf xira bo'lib qolsa, bitta pirdaxnit kuygan bo'ladi. Ikkalasi ham yonmay qolsa, ikkalasi ham kuygan bo'lishi mumkin. Shunga e'tibor berasizlar.